Ha, nima bo'ldi? Oyijon somsa qil degandilar pishirdi. A somsa pishdimi kelin? Ha, ona bo'lib qolib mana pishdi. Buni beketma ko'chada boshqa olib kelaman. Kelin, Labi oyijon. bir ser sabzi qilib chuchvara pishiring. Xo'p bo'ladi, chuchvarani do'ndiraman o'zi oyijon. O, chuchvaranmi? Ona to'xtang, mana chuchvarani menga bering. Och qoldingmi bolam? Ochman, bering ona. Men bolam, sen yesang men yeganday bo'laman. Ol. Ana endi bir nima bo'ldi. Nima bo'lib buncha ko'p so'gansan ovqatga? Mana achchiqini mastava qildim. Oh, mastava. Oh, hey, oh. Ha o'g'lim, nimaga yig'layapsan? Farzand bo'lib sizni biror yoqqa etmanmi? Onam shunga yig'layapman. Ha, endi ishlaring ko'pda bolam. Bironki olib borarsan, yig'lama. Kelin shu ovqatdan qo'shniga ham berdingizmi? Ha, qo'shniga ham chiqarib berganman. Qo'shni? Qo'shnini ovqatni yemang yana. Dadangiz yoqmaydigan nimadir yeb qo'yganlar. Tezda klinikaga yetish kerak. Obbo, nima yeb qo'ygan bo'lsalar ya? Ha, kelin, bugun xolangizlar keladi mehmonga. Xamirlarni cho'zib, mayingina qilib, bir qozon kavob qiling. Xo'p bo'ladi oyijon. Nima qiling, ey? Kuydirib qo'ydim. Bu qozon kavob tayyor bo'lib qoldimi? Mehmonlar ham keladi dedi. Hozir ona tayyor bo'lib qoldi. Yo'q, qatmondan nimadir olib kelaman hozir, ey. Nima qilsam ekan? Lavash xamiri, tuxum, bolgarskiy, parvoz kolbasasi ham bor ekan. A kelin, men sizga kavob dedim-ku. Zo'r ekan-ku. Ha, onam unga parvoz kolbasasini qo'shganda mazali va hamyon bo'lib. Ay, choy nima bo'ldi, kelin? Choy. Yo, tushunmayman, qanday choynak, qanday qo'shib qo'yadi bu, ey?